Mektepler hoşiyasiga tiklar asarini o'qiyapmiz. Assalomu alaykum. Birinchi mavzu tabiat, jamiyat va inson. Shu mavzudagi tiklarni o'qiyapmiz. 8-sahifaga kelib qolgandek. Demak, boshlaymiz. 20-asr. 20-asrda sil, bezgak, chechak kabi bedavo dardlarga shifo topildi va millionlab insonlar hayoti saqlab qolindi. 20-asrda spid degan bedavo dard paydo bo'ldi va millionlab insonlar hayoti xavf ostida qoldi. 20-asrda dahriylar tuzum barham topdi va millionlab insonlar iymon sari yuz tutdi. 20-asrda diniy ekstremizm avj oldi va millionlab insonlar hayotiga qutqu soldi. 20-asrda mustamlakachilikka chek qo'yildi va millionlab insonlar hurlikka chiqdi. 20-asrda fashizm va totalitarizm avj oldi. Millionlab insonlar Gitler va Stalin qamoqxonalarida qurbon bo'ldi. 20-asrda uchar gilamlar, oynai jahonlar, kompyuterlar kashf etildi va millionlab insonlar ularning xizmatidan bahramand bo'ldi. 20-asrda ikki daf'a jahon urushi bo'ldi. Jahon urushi ro'y berdi va millionlab insonlarning nosqovog'i qoldi. 20-asrda samoviy kemalar yaratildi va insonlar qadami oyga yetdi. 20-asrda millionlab insonlarni qirib tashlovchi yadro quroli o'ylab topildi va sinovdan muvaffaqiyat bilan o'tdi. 20-asr donishmandlar asri. 20-asr telbalar asri. Xuddin o'zidan boshqa hammani yomon ko'radigan odam oxir oqibat o'zidan boshqa hammaning nafratiga yo'liqadi. Xavfli odam yaxshiga ham yomonga ham birdek yaxshi ko'rinishga urinadigan odam eng xavfli odamdir. Inson va shayton. Ba'zilariga hayron qolasiz. Qilg'ilikni qilib qo'yadi-da, bilmay qoldim, shayton yo'ldan urdi deydi. To'g'ri, odamzod qonida shayton vasvasasi aylanib yurishi bor gap. Ammo shunaqa erkaklar borki, 40 ta urg'och shaytonni boylatib tashlaydi. Shunaqangi ayollar borki, 40 ta erkak shaytonni aliment to'laydigan qilib qo'yadi. Hamma aybni shayton sho'rlikka to'nkaydirmaydi. Ayol qalbi teskari magnitga o'xshaydi. Yaqinlashsang uzoqlashadi, uzoqlashsang yaqinlashadi. Yoqimli dushman. Umrbod ortingdan ergashib yuradigan yoqimli dushman nafs. Saltanat quyoshga o'xshaydi. Juda yaqin borsang yonib ketishing, juda uzoq ketsang muzlab qolishing mumkin. Go'dak isi. Ayol go'dak isini birinchi farzandi tug'ilganidayoq his etadi. Erkak esa go'dak isi nimaligini nevarali bo'lganidan keyin anglaydi. Biz erkaklar doim kechikib yuramiz. Otalar va bolalar. U oddiy odam edi. Xammonchilik qilardi. 4 qiz, 3 o'g'ilni oyoqqa turg'azdi. O'g'illarini uylantirdi, qizlarini chiqardi, hammasini uyli joyli qildi. Ko'z yumayotganida hammalaringdan mingdan ming roziman dedi. Qarashsa kafanligi yo'q ekan.
andisha. Ota-bobolarimiz shunday deb tanbeh beradilar: o'choq boshini hech qachon qo'shnining devoriga yopishtirib solma. Taom pishirayotganda o'chog'ingdan chiqqan tutun qo'shnining ko'zini achitsa, yegan ovqating harom bo'ladi. O'zbekning andishasini isbotlash uchun yana qanday misol kerak? Aziz yurtdoshlar, akalar, ukalar, opalar, singillar, ota-onalar. Albatta bu andishani yo'qotmasligimiz kerak. Noahillik 60-yillar latifasi. Qadim zamonda bir yurt podshosining xazinasidan bebaho gavhar yo'qolibdi. Boshqa yurtlardan kelgan savdogarlar gumon bilan hibsga olindi. Atrofiga qilich yalang'ochlagan soqchilar qo'yildi. Ittifoqo o'sha yurtga 4 nafar o'zbek savdogari ham borib qolgan ekan. Ularni ham hibsga oldilar, ammo tepasiga soqchi qo'yishmadi. Sababini so'rashsa, ularga soqchining keragi yo'q, biri qutulmoqchi bo'lsa ikkinchisini tutib beradi, debdilar. Yillar latifasi. Arman radiosiga savol berdilar. Parijdagi ko'rikda 3 yulduzli Arman konyagi oltin medal oldi. 5 yulduzligi nima uchun hech nima olmadi? Arman radiosi javob berdi. Vah, o'zimiz ham hayronmiz. Ikkalasi ham bitta bochkadan qo'yilgan edi-ku. 80-yillar fojiasi. Yurtimizda o'zbek ishi degan qotog'on ro'y berdi. Minglab begunohlar qamoqqa tiqildi. Olis yurtlarga badara qilindi. O'zbek qo'shiq yozuvchi bo'ldi, poraxo'r bo'ldi, boqamanda bo'ldi. Azbaroyi qo'shgani uchun emas, loqaydligi uchun. Azbaroyi pora olgani uchun emas, bir yoqadan bosh chiqarishni bilmagani uchun. Azbaroyi tekinxo'rligi uchun emas, noahilligi uchun. 2-ming-yil savoli. Qachon qovushamiz? Qachon? Albatta bu yerdagi dardni o'sha yillarda yashab o'tgan yosh ulug'larimiz bilishadi. Haqiqat shu qadar shirinki, tatib ko'rging keladi. Shu qadar achchiqki, tilingni kuydiradi. Ishonch, orzu, umid, ilinj. Ishonch yo'qolsa, orzu qoladi. Orzu yo'qolsa, umid qoladi. Umid yo'qolsa, ilinj qoladi. Ilinj yo'qolsa, hech nima qolmaydi. Kamol va zavol. Odam o'z farzandlarining yil sayin o'sib, kamol sari ketayotganini biladi-yu, o'z ota-onasining yil sayin cho'kib, zavol sari ketayotganini bilmaydi. Pul makruh narsa odamni buzadi. Kambag'al shunday deb o'zini yupatadi va bora-bora qashshoqqa aylanadi. Boyvachcha shunday deb o'zgalarni yupatadi va bora-bora boy otaga aylanadi. Qandirg'och. E'tibor berganmisiz? Qandirg'ochlar
fayzsiz, noahil xonadonga hech qachon in qurmaydi. Goho qaldirg'och odamdan aqlliroqmikin deb o'ylab qolaman. Atlantika okeani ustida, tepada bir ummon, pastda bir ummon. Ikki dengiz aro kechar lahzalar, xayolga tolaman men o'zi kimman, ojiz va notavon zarra alhazar. Atlantika okeani ustida. Bu yerda juda katta o'xshatish qilinadi. Ya'ni oldingi mavzular haqiqat, orzu, ishonch, umid, ilinj, kamol va zavol, pul, qaldirg'och, bu mavzular bir-birini to'ldiradigan mavzular. Va Atlantika okeani ustida bu shunchaki she'r emas. Bu shunchaki she'r emas. Eshitib ko'ring yana bir bor. Tepada bir ummon, pastda bir ummon. Ikki dengiz aro kechar lahzalar. Xayolga tolaman, men o'zi kimman, ojiz va notavon zarra alhazar. Ya'ni bu yozuvchi Fikrxo'sh aytadi. Xalqni o'ylagan, uni ozodligini, ahilligini o'ylagan. Va shularni yozib, ummon deganda xalqni nazarda tutadi. Tepada bir ummon, pastda bir ummon. Ikki dengiz aro kechar lahzalar. Xayolga tolaman, men o'zi kimman, ojiz va notavon zarra alhazar. O'zini ojiz ekanligini, notavon ekanligini his qildi. Men o'qib boryapman va buni ichimdan his qilyapman. Lekin bu sizlarga so'z bilan ta'rif qila olmayapman. Albatta sizlar ham men his qilayotgan narsani yoki mendan ko'ra yaxshiroq, ko'proq narsani his qilayotgan bo'lsangiz ajab emas. 13 sahifani tugatib qo'yamiz. Oshkoralik shunday daraxtki, uning mevasini eng avval chinqiroq maymunlar yeydi. Oshkoralik shunday daraxtki, uning mevasini eng avval chinqiroq maymunlar yeydi. Katalizator. Boshingizga sinov tushsa, ko'p narsani yo'qotishingiz mumkin. Lekin har yomonning bir yaxshisi bo'lganidek, ancha narsa yetasiz ham. Kim do'stu, kim dushman, kim sodiq, kim munofiq bilib olasiz. Ishoning, bu ozmuncha yutuq emas. Rahmat, keyingi sahifalar.